Doktor Suraklni мясорубкаdan o'tkazamiz. 5 ta produktini test qildim, 5 dan 1 gacha reyting tuzamiz. 5-o'rinda alginatная maska. Aytish kerakki, bunaqa maskalar ko'proq spa uxotda kiyishlaydi. Terini tinchlantirish uchun, lekin aynan shunisida teridagi temperatura как будто 10 gradusga tushgandek tuyuldi. 4-o'rinda kombuchali gel krem. Krem ertalabga yaxshi, yengil namlantirish bo'ladi. Terida sezilmaydi, terlatmaydi. 3-o'rinda BH va matchali ampula. BH kislota poradagi yog'larni eritishga va terni o'lik qavatini yangilashga ishlaydi, lekin juda ham namlantirishga e'tibor berishgan, shuning uchun umuman quritmaydi. 2-o'rinda chayna derivali toner padlar. Issiqda tinchlantiradi, qurigan teri qavatini olib tashlaydi. G'adur-budur qismi terini umuman qirmaydi. Naоборот, такой massajный effekt berar ekan. To'g'risi buni 1-o'ringa qo'ymoqchi edim. 1-o'rinda kombuchali toner. Qishda, yozda, bahorda, kuzda teri baryeri eng muhim narsa. Monday, Tuesday, Wednesday. Cringe. Demak, bu fermentlangan choyli toner ichidagi prebiotiklar foydali bakteriyalarni o'sishiga yordam beradi, teridagi foydali yog'larni ishlab chiqarishiga yordam beradi. Men buni Monday, Tuesday, everyday ishlatyapman. Aytgancha kombucha bu qo'shni babulalar bankada qanaqadir qo'ziqorin o'stirardi-yu, o'sha juda foydali. Mana men shundan o'stirib ko'rsammikin?